Otam, nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Ana shunaqangi stollarda o'tiraverib, bellar og'rib ketyapti-da. Og'rib ketyapti. Bormi og'riq? Bormi og'riq? Og'riq yo'q, og'riq yo'q. Og'riq yo'q bo'lishi mana bunaqa yumshoq stollarda o'tirish kerak. Bularni narxi nechi bu? Narxini mana men tanishtiraman-da. Mana shu o'tirib turganingiz narxi 12 talik stoli bor. Rossiyskiy daraxtdan tayyorlangan bir komplekti 3 million 100 ming so'm hozirgi kunda aksiyada. Bel og'rimay qoldi lekin. Og'rimaydi. Mana bunday bejirimlari bor. Bu ham 12 taligi. Bu ham rossiyskiy stol daraxtlardan foydalangan. Xoni ham 270 ga 1.7 sm, 12 talik stoli hozirgi kunda aksiyada 3 million 200 ming so'm. Otam. Otam. Mana bunisi esa ko'rib turibsiz, juda ham neobычный ishlangan. Ranglari ham allambalarang, uyingizni rangiga ham moslab beraveradi, pardalaringiz rangiga ham moslab beraveradi. Yotganda ham mazza yotasiz, o'tirsangiz ham mazza o'tirasiz. Bu ham 12 taligini narxi 3 million 300 ming so'm aksiyada. Bormi og'riq? Xullas, qadrdonlar, hammasini arzon qilgan vaqtimiz yetmay ekan. Shuning uchun astagi nomerlarga telefon qilsalaring, mana shu ustakalarimiz javob berishadi. Ana shu Shoman tog'adan oldim, sizlar arzon qilib beradi.